Qancha bo'ldi kelganingizga Rossiyaga tog'a? 10 yil bo'lib qoldi. 10 yil bo'lib qoldi, ha? Tog'a, shu uchish vaqtida ham to'g'ri soat bilan aeroportga kelishni tavsiya qilaman. Bugungi ochirda juda ham ko'p. Подписка bo'linglar. Aeroport vunuklar do'stlar, passajirlar o'zimniki. Akam yashil pasportda ketyapti. Mana yashil pasportda bemalol uchib ketsalar ham bo'ladi. Tog'a, xudo xolasa talon olib bag'ni ko'rsatamiz odamlarga, xalqqa inshaalloh. Akam Instagramga chizatarkan-da meni, aka. Hech problema. Gap yo'q. Подписка bo'linglar. Adusha xizmat qilib beradilar. Shunaqa Gap yo'q. problema. Akamizda kamchilik borda o'zim kutib oldim, ha. Shuning uchun mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Birinchi marta ko'rishyapmizmi aka? Birinchi marta. Birinchi marta ko'rishyapmiz. Tog'am bilan ham birinchi marta ko'rishyapmiz. Shu nomida bitta informatsiya berib qo'yamiz. 51 dan 54 gacha aeroport Vunukvada, Vunukva Urganch, Vunukva Buxoro registratsiyalar ketyapti. Vodiy Vohashatda bo'ladi. Bu tomonda do'stlar 57 dan to 58, 59, 60 gacha, bu yog'i 32 8 bagaj. O'zbekiston havo yo'llari. Hozir akalarimni chiroyli qilib registratsiya o'tkazib, hajdan zalgacha kirgizib boramiz do'stlar. Qiliblaring shu. Soling. Bos, ana, tekis bo'lish kerak mana. Следующий olib keling aka, olib keling. Soling akajon. Bunaqasiga soling, bunaqasiga soling. Rona bo'lsin-da. Bo'ldi, ana. Mana shunday bo'lish kerak. Mana tog'am registratsiyadan o'tishdi inshaalloh akam bilan birgalikda. Tog'ajon, 30 mi zeleniy hammasini chotkami? Chotki. Qancha bo'ldi kelganingizga Rossiyaga tog'a? 10 yil bo'lib qoldi. 10 yil bo'lib qoldi, ha. Tog'a, xudo xolasa xizmatlarimiz ma'qulmi? Tashqaridan kutib olib, ha. Chiroq registratsiya qilib, mana passajir talonlar zeleniy pasportda. Endi shu joyda tog'lar sizlarga adda shu oq yo'l akalar. Shu joyda aeroport Vunukvadan uchishga diqqatingizni iltimos qolaman. Registratsiya vaqtiga va shu uchish vaqtlarida ham to'g'ri soat bilan aeroportga kelishni tavsiya qilaman. Bugungi ochirda juda ham ko'p. Odam juda ham ko'p. Shunga agar metda samolyotga chiqish, ya'ni yo'lakchasiga uspet qilmasdan qolib ketsalarga biletlaringni kuyasizlar, bir kun qaytarmaydi aviakompaniya. Ayb o'zlaringda bo'ladi. Shuning uchun vaqtliroq aeroportga kelishlaringni tavsiya qilaman do'stlar. Sizlar uchun Saidjon Airways xizmatlaringda inshaalloh shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, biz aeroport Vunukvadamiz.